Hammaga assalomu alaykum. Mani podpischiklarim, akalar, ukalar, opa-singillar. O'tgan yili mana shu mart oylarida adashmasam video qo'ygandim. 6 kun zararli narsalardan voz kechganim, zararli odatlardan. Bu video shuni davomi sifatida Xudo xolasa yozilib bo'lyapti. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib olsangiz iltimos qilaman, chunki bu video menimcha foydali bo'ladi degan umiddaman. Menimcha emas 100%, chunki agarda sizda ham screen time bo'ladigan bo'lsa, screen time'da muammo bo'ladigan bo'lsa, bu video albatta sizga yordam beradi. Xo'p, muammo nimada? Muammo shundaki, biz telefonni boshqaryapmizmi yoki telefon bizni boshqaryaptimi? Masalan, meni telefon boshqarayotgan ekan. O'tgan hafta adashmasam 20 yoki 21 fevrallarda kirib qaradim screen time'ga, qarasam 8-9 soatlab turibdi. Hatto 10 soatga ham chiqqan vaqtlari bo'lgan. Bu Instagram, Telegram, YouTube'ni foydalanganimni o'zi hali. Xo'p, muammo aynan shunda. Kimdir aytishi mumkin, bu odatiy hol, hamma ishlatyapti. Hamma ishlatyapti. Lekin bu katta sonlar. Bu kimdirga 5-6 soat normal, lekin 5-6 soat ham katta bunda o'ylab qaraganda. Bir kunda 24 soat bor. 8 soat uxlaysiz. 7 soat uxlaysiz mayli. 2-3 soat ovqatlanasiz. Overall 8 soat telefon. Endi hisoblayvering qancha qo'yapti o'qishga va darslarga, u yana boshqa mayda-chudalarga. Raqam kam juda ham. Agarda nima bo'ladi? 7 soat uxlab, 3 soat ovqatlanishga sarf qilsangiz va 2 soat 1 soat telefonga, mayli zararli odat bo'lsin, 2 soat 1 soat qancha payt qolyapti o'zi? Plus 6-7 soatmi avvalga qaraganda? O'shanaqa bo'lsa, shunaqa bo'ladigan bo'lsa, juda ham zo'r bo'ladi. Men bir hafta shunaqa qilib yashab ko'rdim. O'zgarishlar juda ham katta. Ozgina quyosh ko'zimga tushyapti, qamashtiryapti. O'shaning uchun ko'zim yumib qolganda adashmasam videoda taxminan mayli. Xo'p, feelinglar bilan ulashmoqchiman sizlar bilan. Endi boshlaydigan bo'lsam, kunlar, birinchi kun feelinglar hammasini yozgan o'sha payti. Xo'p, hammasini o'qib beradigan bo'lsam, o'qib beraman. Birinchi kun telefonsiz. Ozgina depressiyaga tushgan deyman. Telefonni qayta yoqaverdim, nimadir qidirdim, nimadirga kirmoqchi bo'ldim. Hech nima topa olmadim. Zerikish, qanaqadir bo'shlik paydo bo'ldi menga. Men telefonni olib ishlatishim kerak, zerikkan payti degan illyuziya bo'lgan oldim. Lekin o'sha narsani o'zimda eksperiment qildim. Biz zerikkan payti nimadir qilishimiz kerak. Shu nimadir shu telefondan foydalanish bo'lib, screen time ga effekt berar ekan. Ya'ni ta'sir ko'rsatar ekan. O'shanga shu zerikkan paytimiz telefon ishlatmasdan shu zerikishni, bo'shliqni nimadir bilan to'ldirsak, bu vashshe zo'r narsa ekan. Men to'ldirdim. Yugurish, sport, kitob o'qish, ko'proq dars qilish, yana nimadirlar qo'shib tashladim. Melish narsalardan boshlasangiz, o'sha melish narsalar ta'sir ko'rsatadi. Masalan, kunlik odatlaringizga, uxlashingizga, turishingizga, ertaroq yugurishingizga, hammasi bir-biriga chambarchas bog'liq narsalar bular hammasi. Bazaviy, lekin shu bazaviy narsani tan olmaydigan odamlar ham bor. Xo'p, yana aytadigan bo'lsam, eng qiziq eksperiment ichida eksperiment bu. Hojatxonaga telefonsiz kirish, bu ham bu challenge. Menimcha hozir shu videoni ko'rayotganlarning 80-90% hojatxonaga telefon bilan kiradi. Agar yoshingiz katta bo'lmasa, telefonsiz kirasiz. Katta ehtimol bilan. Ovqatlanayotgan payti, ana tarafda 2-3 opalar nima qaryapti, hayron bo'lib. Ovqatlanayotgan payti telefonsiz, metroda, avtobusda telefonsiz, hamma narsada telefonsiz, naushniksiz, AirPods'larsiz, har xil musiqalarsiz. Короче,
virtual olamdan tabiiy natural olamga qaytish transformatsiya desam bo'ldi bu videoni. Albatta 100%. O'zimga qulay joylashib oling. Xo'p, birinchi kun shu bilan yakunlandi. Har xil eksperimentlar qilishga ozgina bo'lsa ham harakat, ozgina depressiya, ozgina bo'lsa ham fikrlar aniqligi. Ikkinchi kun telefonsiz. Ertalab turib mashq qildim, harakat qildim, feelingslarim yaxshi, o'zimni yaxshi his qilyapman. Bugun ko'proq narsa qilib tashlamoqchiman. Bular ko'proq dars qilish va universitet assignmentlari va boshqa shaxsiy rivojlanishga doir videolar, narsalar, yangi odatlar. Men bu kunni adaptatsiya qilish deb nomlagan bo'lar edim. Uchinchi kun. Birinchi kun bilan ikkinchi kun ozgina o'xshash. Uchinchi kun bugun ancha yaxshiroq kechagidan ko'ra. Energiyaga to'laman. Uje Instagram bor yoki yo'qligi esimdan chiqib ketdi. Menimcha challenge tugagandan keyin ham screen time'imga qattiq e'tibor beraman. Chunki bunaqa yurish yoqyapti. Comparing yo'q, kimdirga havas qilish yo'q, kimdirning hayotiga. Faqat nima bor? O'zimning maqsadlarim, o'zimning planlarim, o'zimning rejalarim bor. Boshqa hech nima yo'q. Boshqa hech nima yo'q. O'zim planlarim, o'zim rejalarim. Va 3-kun yana bitta narsa eksperiment qildim. Qorong'u xonada 5 daqiqa o'tirib o'zingiz bilan gaplashishga harakat qilish. Bu qanaqa? Masalan, qorong'u, hech nima xalaqit bermaslik kerak, telefonim olib ko'rmasligingiz kerak. Faqat o'zingiz bilan o'zingiz bo'lishingiz kerak. 5 daqiqa gaplashish faqat. Agarda shuni yarim soat, 1 soatga olib chiqadigan bo'lsangiz tasavvur qiling. Men 10 daqiqagacha o'tirib oldim qorong'u xonada. Lekin o'zingiz bo'ladigan bo'lsangiz, tam yo'q, 1 soat ham, 2 soat ham o'tira olasiz, lekin qorong'u xonada bu qiyinroq, chunki faqat miyangiz bilan o'zingiz gaplashyapsiz. Bu xuddi o'xshaydiki, ping-pongga o'xshaydi. Tak, u yoqga, bu yoqga, u yoqga, bu yoqga, u yoqga, bu yoqga o'tiraverasiz. Miyada narsalar aylanadi. Fikrlar, o'zingizga savol berasiz. Men o'zim nima qilyapman? Qanaqa rejalarim bor yilga? Qanaqa mas'uliyatlarim bor? Hammasini o'ylaysiz albatta. Bu o'ylamaslikning iloji ham yo'q. Bu nereal narsa. O'tiribsiz, faqat o'tirib uxlab qolsangiz o'ylamasligingiz mumkin, lekin uxlab qolmaslik kerak. Xo'p, yana bitta narsa, xursandmanki, o'zim bilmayman, xuddiki bu energiya menda 3-4 yil bo'ldi umuman yo'qdek. 3-4 yil bo'ldi bu energiya menda yo'qdek, bu shu kundagi energiya. Xo'p, keyingisi va yana bitta narsa, o'sha kuni energiyam bo'lganlik hisobiga universitetga nima qildim? Shuncha narsa chiqazib bordim. Hamma assignmentlarni to'liq 100% yopdim. Tam nimadirlar, qarachi, nimadirlar hal qilmoqchiman o'zimdan. O'sha kuni vashta energiyaga to'la edim. Shu bilan 3-kunimiz ham tugadi. Bizada endi 4-kun. Kunlik rutinam, kunligim deylim. O'zim o'sha 4-5-kun полностью esimda. Men 4-kun erta turdim 6da. Yugurmadim, lekin workout mashqlarini qildim. Push-ups, turnik, brus, ozgina arjimaniya, shunaqa. Keyin kontrast dush va keyin breakfast. Odatda men breakfast qilmayman nonushta, o'shaning uchun breakfast qilishga ham uni odat bilasizlar, ko'pincha studentlar uxlaydi tam 10-11 gacha. Dars soat nechida bo'lsa, o'shandan 1 soat, yarim soat oldin turib borib, unga ham kechga olib boradi. Men ham o'shanaqa edim. To'g'rilashga, ya'ni prosessimni tezlashtirishga har xil challengelar. Menimcha bundan keyin challenges yasha olmasam kerak. Chunki avval ham shunaqa bo'lgan, hozir ham shunaqa. Xo'p, 5-kunni gaplashadigan bo'lsak, 5-kun energiya vashe bambezni, chunki telefon yo'q. Adashmasam o'sha kuni 1 soat ishlatdim. O'sha kuni 2 param bor edi universitetda. Hamma paramdan chiqib, darslarni hammasini tak o'z vaqtida
topshirish, konferensing, intervyu bor edi, nimada universitetda intervyularga kirish, hammasini fikrlarim aniq nima gapirmoqchi bo'lsam, hammasi aniq tiniq egasiga yetib boryapti. Bu zo'r, chunki avval bunaqa emasdi. Hozir anchagina yaxshi, anchagina fikrlar uyg'unligi, maqsadlari aniq bo'ldi. Hammasi joyiga tushgandek. Shu yerda bitta tavsiya berib ketardim. Agarda siz ham o'zingizni 1 yillik yoki yarim yillik maqsadlaringizni aniqlashtirib olmoqchi bo'lsangiz, albatta kerak bo'ladi. Sizga bir hafta hech nima ishlatmasdan faqat o'zingiz bilan o'zingiz bo'lib ko'rish. Har xil challengelar qilib ko'rish. Masalan, boya aytdim, 5 minut o'zingiz bilan o'zingiz qorong'u xonada o'tirib ko'rish, fikrlar bilan o'zingiz yolg'iz qolish, o'zingiz sayohat qilish masalan. Hozir men sayohatga kelganman, bugun 7-kunim. Hop, shunaqa. Keyin 6-kun уже u kun ta'riflab bo'lmaydi. Chunki ertalab soat 7:30 da turdim. Kontras, dush, ozgina tetiklashtirib olish uchun keyin yugurish. Run Clubdan yugurdim. Aytgancha Run Club nima? Shu yerda reklama bo'lsin, lekin yugurishimga sababchi bo'lgan boshida 1 oydan beri yuguryapman. Уже yugurishimga sababchi bo'lgan bu Run Club. Ranshanba. Xo'p, ranshanba nima? Har shanba Milliy bog', City Mall parkida yoki Yunusobodni nimasi yonida park bor, O'zbekistonda. O'shaning yonida bo'ladigan narsa. Parklarda 5 kilometr yugurishadi. To'yist hamma yig'iladi. 100 ta, 150 ta ham odam bo'lardi avval. Hozir уже ro'za, Ramazon oyi bo'lgani uchun adashmasam 70-80 ta odam bo'lyapti. Bu ham yaxshi, chunki sog'lom nimani targ'ib qilish. Bu albatta tekin 100%. Kelib sizlar ham biz bilan birga yugurishlar mumkin. Men ham ranshanbada bo'laman. Bu ranshanba respekt просто. GG. Xo'p. 6-kunim shunaqa o'tdi. Bugun 7-kun уже. 7-kun men ertalab turib, to'g'risini aytaman, soat 8 da turdim. Dush, kelgan narsalarimni yig'ishtirdim. Уже Krasnogorskga yo'l, keyin keldim. Boshida Qo'yliga bordim va bu yerga keldim. Yugurmadim, workout mashqlarini qilmadim, lekin yugurgan bilan botga kelgan bir xildek bo'ldi. To'g'risi, Krasnogorskning qishlog'iga kelib turib, mashinada tushib, to'g'ri shotgacha piyoda keldim. Bu dam oladigan zona, piknik zona. Orqam tuman bo'lib ketdi. Boya tog' ko'rinyapti. Hozir tumanlashib ozgina. Xo'p. 8 kilometr piyoda keldim. Aytadigan bo'lsam, shu bilan bizning videomiz ham yakunlandi. 7-kunda albatta yolg'iz keldim. Yolg'iz sayohat qilish albatta o'zgacha kayf beradi. Gashti boshqacha. Yolg'iz qolish bu o'zgacha bir san'at. Xo'p, mana shu habit trackerdan foydalandim. Bu maqsadlar, ya'ni kunlik maqsadlarim deb nomlanadi. Bir xil, hammasi o'zbek tilida. O'zbek tilida yozib, o'zim qilib chiqdim 0 dan. Hammasini pastda silka bor, o'tib albatta foydalansanglar bo'ladi. Albatta Telegram silkada. Keyin yana bir muhim eslatma, yaqinda Xudo xolasa ro'za Ramazon oyi tugagandan keyin nimani boshlaymiz? 1% intizom qilib. 1% intizom qilib nima bu? 1% intizom qilib bu intizom rivojlantirishni o'rganamiz, birgalikda rivojlanamiz. Bu yerda hech qanaqa dars bo'lmaydi, faqat o'zingizga o'xshaydigan odamlar bo'ladi. O'zingiz bilan to'yist bir xil maqsaddagi odamlar, bir xil nima planka qo'yishadi o'ziga, katta plankalar. Hammani intizom qilib kutib qolamiz. Xudo xolasa shu 25-26 martlarga Xudo xolasa ochiladi. 20 kunlarga intizom qilib. Hop, nima derdim? Shundan iborat edi. Bizning challengeimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugun 7-kun, уже borib ertadan
Instagramdan foydalansam bo'ladi, lekin albatta kontrol bilan, albatta kontrol. Hamma narsada balans bo'lishi albatta muhim. Xo'p, hammaga rahmat. Inson rivojlantirishdan aslo to'xtamanglar. Ko'zim yumilib qoldi, bilaman. Yaponlar ko'ziga o'xshab. No, нормальный. Zato natural, tabiiy shunaqa yaraganman. Nima qilay? Paka.